Muhtaram Prezidentimizni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasini 80-sessiyasida ishtirok etish uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi va sessiyadagi nutq mana 2 kundirki, butun aholimiz, ziyolilarimiz o'rtasida katta shov-shuvga sabab bo'lib, har bitta o'zbek fuqarosi bundan faxr, iftixor tuyg'ularini tuyyapti desam adashmayman. Prezidentimiz 80-sessiyada ishtirok etish uchun AQShga tashrif buyurganda bir qator davlat rahbarlari hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining 10 dan ortiq katta korporatsiyalar rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazib, juda ko'p rahbarlar bilan iqtisodiy kelishuvlarga erishganligini qayd etish lozim. Xususan, Boeing kompaniyasi bilan Boeing samolyotlarini xarid qilish borasidagi 8 milliard so'mlik kelishuv Amerika xalqi uchun 35 mingdan ortiq ishchi o'rin paydo qilishi juda katta shov-shuvga sabab bo'ldi desam bo'ladi. Muhtaram Prezidentimiz AQSh prezidenti Tramp bilan uchrashgandagi juda ham iliq munosabat. Tramp prezidentimizga nisbatan juda ham bir do'stona muomalasi, harakati, gap so'zlari hammamizni albatta juda ham quvontirdi desak bo'ladi. Tramp so'zida aytdiki, men prezident Mirziyoyev bir so'zli odam, u bilan hamkorlik qilish menga juda ham yaxshi degan gaplarini albatta faxr iftixor bilan gapirish, qayd etish mumkin. Men Birlashgan Millatlar Tashkiloti Assambleyasining sessiyasidagi prezidentimizning nutqini alohida tarixiy nutq deb e'tirof etmoqchi edim. Ayniqsa prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilmasini isloh qilgan holda muhim dunyo global muammolarni hal etishda katta platforma sifatida saqlab qolish taklifi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining a'zolari sonini ko'paytirib, ta'sir doirasini oshirishga qilgan taklifi butun dunyo tinchliksevar xalqini bizim mamlakatimizni qo'shgan hissasi deb hisoblayman. Shuningdek, yurtboshimiz yangi O'zbekiston qurishdagi ortga qaytmas islohotlar tufayli ulkan yutuqlarga erishayotganligimiz, inson qadri ustuvor bo'lgan demokratik, huquqiy va ijtimoiy davlat qurish yo'lidagi siyosat o'zini bir qator samarasini berayotganligini qayd etdilar. Mamlakatimizda kambag'allik darajasi 35% dan bugungi kungacha qilingan choralar bo'yicha 6% ga tushganligi. Buning uchun asosiy e'tibor ta'limga berilayotgan e'tibor ekanligi. Ya'ni maktabgacha ta'lim qamrovi 27% dan bugungi kunda 78% ga ko'tarilganligi. Oliy ta'lim qamrovi esa 9% dan 42% ga ortgani. Bu raqamlar ortda millionlab insonlarning taqdiri ijobiy o'zgargani, oilalar farovonligi oshgani haqida gapirgani ham har bir O'zbekiston fuqarosining qalbida ezgulik baribir g'alaba qilish muqarrarligi jo'shirgan bo'lsa ajab emas albatta. Yana bir yo'nalish 2018-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining sessiyasida muhtaram prezidentimiz tomonidan O'rta Osiyo davlatlarini bir Markaziy Osiyoning tinchlik, yaxshi qo'shnichilik va sheriklik maqomiga aylantirish maqsadida bugun endi ijobat bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Qo'shni davlatlar bilan yopiq chegaralar ochildi. Bahs va nizolar ortda qolganligi, o'zaro savdo, investitsiya, transport, logistikasining bir necha barobar o'sgani haqida prezidentimiz jo'shib gapirdilar. Prezidentimizning mintaqada aloqalarni chuqurlashtirishga qaratilgan yangi takliflarini bildirdi. Jumladan men qaysidir takliflarni bir qayd qilmoqchi edim. Birinchisi, iqtisodiyot taraqqiyotiga bag'ishlangan xalqaro forum o'tkazish, suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha dastur qabul qilish, sanoatda yashil texnologiyalarni hubini tashkil qilish masalasidagi takliflar ayniqsa olamshumul takliflar bo'ldi desam bo'ladi. Global xavfsizlik masalalariga to'xtalar ekan, davlat rahbari Afg'onistondagi vaziyat, G'azo sektoridagi gumanitar inqiroz, Ukraina atrofidagi mojarolarni tinch yo'l bilan muloqot orqali hal etish ulug'vor g'oya sifatida oldinga surildi. Bu ham albatta dunyo tinchligi sivilizatsiyasiga, dunyo tinchligi yo'lidagi xalqlar, dunyo xalqlarining qilayotgan orzulariga albatta turtki bo'ldi desam bo'ladi. Ayniqsa Afg'oniston haqida prezidentimiz qayg'urayotganligi, afg'on xalqiga har tomonlama yordam berish, iqtisodiy inqirozdan chiqarish, tinch hayotga intilayotgan aholisini qo'llash chuqur o'ylangan insonparvarlik siyosati ekanini, bizning millatimiz, bizning respublikamiz siyosati ekanligini ko'rsatdi. Ma'ruzada menga juda ham yoqqan jihati Birlashgan Millatlar Tashkiloti terrorizmga qarshi kurash ofisini O'zbekistonda ochishga qattiq tayyorgarlik bo'layotganligi.
aytilganda mamlakatimizda dunyo global xavfsizligini ta'minlashga qo'shayotgan hissasini aniq ko'rindi. Yana bir misol. Men prezidentimiz nutqi so'ngida ilgari surilgan ma'naviy ma'rifiy tashabbuslar mazkur ma'ruzaning eng diqqatga sazovor joyi bo'ldi desam adashmayman. Yoshlar qalbi va ongiga tinchlik, gumanizm va do'stlik g'oyalarini singdirish maqsadida jahon yoshlarining tinchlik sari harakatini ta'sis etish, uning qarorgohini aynan O'zbekistonda joylashtirish taklifini ko'rish mumkin. O'zbekiston azaldan turli madaniyat, bag'rikenglik va ma'rifat o'chog'i bo'lgan. Yurtimizda yaqin kunlarda Islom sivilizatsiya markazi ochilishi ham juda katta marosimga aylanadi. Ajdodlarimiz Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy kabi allomalarimizning boy ma'naviy merosini taqdimoti Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'tkazilishi, jahon ahliga dinimizning asosiy ma'rifiy mohiyatini yetkazishda, uni zo'ravonlik, turli terroristik harakatlarni boshlashga, buzib ko'rsatishga intilayotgan shaxslarga ma'naviy javob bo'ldi desam ham bo'ladi. Umuman olganda prezidentimizning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasidagi nutqi yangi O'zbekistonni nafaqat o'zi, balki butun dunyo insoniyatining ertangi kuni tinchligi va farovonligi uchun yuksak mas'uliyatni his etishini yana bir karra namoyon etdi.